Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisining nizomnomasi. 1-modda. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi ichki va tashqi dunyoda elib boradigan va elib bormoqchi bo'layotgan xalqimizning mustaqilligi va ozodligini asliga keltirish kurashlarida bu vatan mening vatanim, meningdan boshqa hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh va hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q degan ideologiyani nishon qilgan holda Uyg'uriston davlatchiligini asosiy kurash ideyasi qiladi. Partiyamiz hozirdan boshlab toki xalqimiz to'liq mustaqillikni asliga keltirganga qadar elib boradigan barliq ichki va tashqi kurashlarda davlatimizning nomini Uyg'uriston deb ataydi. 2-modda. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi el-misaqdan tartib Uyg'urlar bilan birlikda düşmanga izchil qarshi turib kelayotgan, bu yo'lda qon to'kkan va to'kayotgan, shundaqla badal to'lagan Xitoy bo'lmagan barliq millatlarni Uyg'uriston davlatining qurollari deb e'tirof qiladi va qo'g'daydi. 3-modda. Xitoy millatining uzun yillardan beri vatanimiz tuprog'ida elib borgan va berayotgan tajovuzchiligi, kengaymichiligi va shundaqla millatimiz ustidan elib borgan qirg'inchilik harakatlaridan olgan intayin ishonchli tarixiy faktlarga asosan Xitoy millatining vatanimiz mustaqil bo'lgandan keyinmi bu kengaymichilik niyatlaridan hech yanmaydiganligidek qabiy g'arazlarning ishga oshirilmasligi uchun har qanday sharoit ostida Xitoy millatiga Uyg'uriston, Sharqiy Turkiston davlatining fuqarolik salohiyati mangu berilmaydi. 4-modda. Xitoy millatiga har qanday sharoit ostida vatanimiz tuprog'idan bir g'arish yer, turalg'u uy, joy va yoki tijorat o'rinlari mutlaq setib berilmaydi. 5-modda. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi barliq Uyg'uriston fuqarolarining diniy erkinligi va milliy kimligiga mutlaq hurmat qiladi va ularning barobarligini qo'g'daydi. 6-modda. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi barliq Uyg'uriston fuqarolarini vatanparvarlik ideyasida ching turib, fuqarolik burchidan hech bosh tortmagan holda bir bayroq ostiga yig'ilib, ichki va tashqi zo'ravon kuchlarning siyosiy, iqtisodiy, harbiy va diplomatiya jihatlaridagi tajovuzchiliklarga o'rtaq qarshi turishga chaqirdi. Va bu nuqtani har bir davlat fuqarosining muqaddas burchi deb jakalaydi. 7-modda. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi demokratik shaklda davlat fuqarolarining inson haq-huquqlarini qo'g'dash va uni himoya qilish orqali butkul dunyodagi barliq davlatlarning o'z fuqarolarining haq-huquqlariga cheksiz hurmat qilishga chaqirdi. 8-modda. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi tajovuzchi Xitoy kommunist hokimiyati va uning qonunsiz hukmronligini og'dirib tashlab, ularning xalqimizni irg'i qirg'inchilik yo'li bilan tamoman yo'qotib, vatanimiz tuprog'ini o'zining mangulik mustamlikasiga aylantirib olishidek bosqinchilik siyosati va strategiyasiga qarshi turish, shundaqla o'zimizni qo'g'dash va o'z tuprog'imizga bo'lgan qonunliq igdorchilik huquqimizni asliga keltirish yo'lida qurolli kurash qilishdan mutlaq bosh tortmaydi. 9-modda. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi
Uyg'uriston xalqi ichidagi barliq 18 yosh va 18 yoshdan oshgan vatan va millatga osiylik va xoinlik qilmagan va Xitoy bo'lmagan har qanday kishining o'z ixtiyorligi va qizg'inligi bilan Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasiga qasam berib a'zo bo'lib kirishiga ruxsat qiladi. 10-madda. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasi barliq partiya a'zolarining partiya nizomnomasi va tuzumlariga qattiq bo'ysunishni talab qiladi. Partiyamiz partiya a'zosi bo'lmagan barliq fuqarolarga o'xshash barobar muomala qiladi va ularni hech kamsitmaydi. 11-madda. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasi barliq partiya a'zolarini partiya qarorlariga hurmat qilib, partiya a'zolik badal pulini o'z vaqtida topshirishni o'zlarining muqaddas burchi deb tunishni jiddiy jakolaydi. 12-madda. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasi tashqarida ilib boradigan barliq faoliyatlarida mustaqillik va erkinlik kurashlarini xalqarodagi barliq davlatlar bilan diplomatik shaklda ilib berishga alohida ahamiyat beradi. 13-madda. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasi vatanimizning to'liq mustaqilligi va xalqimizning ozodligi yo'lida o'z orzulari va nishoniga yetkicha va yetgandan keyinmi ko'p partiyalik va demokratik Uyg'uriston davlatining bir partiyasi bo'lib mangu davom qiladi. 14-madda. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasi Uyg'uriston davlatining demokratik shaklda qurilib, hukumat qurilmasi va davlat apparati xalq saylimi orqali bekitiladigan davlat funksiyasi ostida o'z zaminida hukmronlik qilishda asosli rol o'ynaydi. Shundaqla fuqarolar huquqining davlat siyosatini belgilashda eng muqaddas huquq bo'lishini kapolatga ega qiladi. 15-madda. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasi Uyg'uriston Cumhuriyetining hokimiyat tuzumida parlament tuzumidagi davlat bo'lishini tashabbus qiladi. 2020 yili 7 mart Montreal, Kanada.